Azizlar, bizda qiziqarli lavha tomosha qilamiz. Marhamat. O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi tomonidan jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi ekologik monitoring milliy markazi davlat muassasasining sinov laboratoriyasida press tur tashkil etildi. Unda ishtirokchilar laboratoriyada ISO 17025 sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga qo'yiladigan umumiy talablar standarti asosida yo'lga qo'yilgan jarayonlar bilan tanishib, sinov ishlarining qanday tartibda amalga oshirilishini kuzatdilar. Biz laboratoriyamiz 3 ta yo'nalishda faoliyat olib boradi. Asosan instrumental usulda namunalar olinadi va ularda olingan kimyoviy tahlil qilinadigan analizlarimiz bor yoki joyida instrumental usulda olib matematik hisob-kitoblariga asosan ularda o'sha natijalar chiqariladi. Ikkinchi yo'nalishimiz o'sha tuproq ifloslanishi yo'nalishi. Asosan tuproqda olingan namunalarni o'sha o'zida biz xalqaro GOST standartlari yoki o'zimizda o'sha markazimiz mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan uslubiy qo'llanmalar bor. Biz ularni o'sha standartlar instituti, metrologiya instituti bilan birga attestatsiyadan o'tkazib, ularni aktual holatda olib boramiz va o'sha uslubiy qo'llanmalar asosida tuproqdagi 30 dan ortiq boya o'sha prezentatsiyada ko'rdik, ingrediyentlar bo'yicha analiz olib boriladi, suvda 62 ga yaqin o'sha mutaxassislar tomonidan olib boriladi va bu jarayonlar o'sha namuna olishdan tortib kimyoviy tahlil o'tkazilishi va undan keyingi matematik hisob-kitoblar bilan natijalarini chiqarib oxirgi tahlil natijalarini beramiz. Tadbirning amaliy qismida esa markaz faoliyati bevosita namoyish etildi. Unda oqava suvlar, chiqindilar va tabiiy muhit obyektlarining ifloslanish darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tahlillar jarayoni ko'rsatildi. Shu bilan birga olingan namunalarni tekshirish va ularni tahlil qilish bosqichlari ham ishtirokchilarga batafsil tushuntirildi. Bugungi kunda ekologik muvozanat masalasi mamlakatimiz qolaversa butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan Toshkent va qator yirik shaharlarda havoning ifloslanish darajasi belgilangan me'yorlardan oshib ketish holatlari kuzatilmoqda. Mutaxassislar buning asosiy sabablari sifatida sanoatning jadal rivojlanishi, uglerod yoqilg'ilaridan keng foydalanish, avtotransport vositalari sonining ortishi, shuningdek tabiiy omillar va nazoratning yetarli darajada emasligini ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan 2030-yilga qadar atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmini kamaytirish, sanoat obyektlarida tashlamalarni ushlab qolish samaradorligini oshirish hamda transportdan chiqadigan zararli moddalarni qisqartirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu borada esa albatta laboratoriyaning xalqaro standartlar asosida ishlashi alohida ahamiyatga ega. Ko'plar tasavvur qiladida, laboratoriya deganda sinovlarni faqat uskunalarda amalga oshirishni nazarda tutadida. Yo'q, sinovlarning turlari juda turli xil bo'ladi. Sinov uskunalarida, o'lchov vositalarida yoki kimyoviy usullarda amalga oshiriladi. Hozirgi kunda mana shu ushbu laboratoriyada sinovlarni kimyoviy usullarda ham, fizik kimyoviy tahlillar yoki fizik sinovlar uskunalardan to'g'ridan-to'g'ri oladi. Bu sinovlarni amalga oshirishda albatta ushbu laboratoriya xabaringiz bor, ushbu laboratoriya UZDS ISO 17025 standart talablari asosida akkreditatsiya qilingan bo'lib, ushbu laboratoriya sinov natijalarida sinov bayonnomalarida aks ettiradi va sinov bayonnomalarida o'zini sinov natijalarini aniq ma'lumotlarda ko'rsatadi. Hozir xodimlarimiz tomonidan o'tkazilgan sinov natijalari bu sinov bayonnomalarida rasmiylashtiriladi va xalqaro talabdan kelib chiqqan holda sinov natijasiga qo'shib buni noaniqligi hisoblanadi va qaror qabul qilish tizimiga o'tadi va bu natijalar yanada aniqroq bo'ladi. Tadbir so'ngida ishtirokchilar avtotransport vositalaridan chiqadigan zararli moddalarni aniqlash bilan ham tanishdilar. Ushbu jarayon zamonaviy uskunalar yordamida amalga oshirilib, atmosfera havosiga chiqarilayotgan gazlar tarkibi tahlil qilinadi. Mana bu yerda hozir mashinamiz ishchi holatda turibdi, ya'ni turgan holatida o'lchanadi. Bu xolastoy deydi. Xolastoy o'lchayotganimizda o'zini normasi bor. Ya'ni mashinani hamma zavod qilib qo'yadi, ko'riladi. 3000 оборотda ushlab turiladi.
u yurgan holati. Yurgan holatida, o'sha turgan holatda u ham o'lchanadi, 3000 оборотda o'lchanadi, o'sha ko'riladi. Ya'ni o'sha minimalniy оборотda qancha и maksimalniy оборотda qancha ko'rsatyapti. Agar normada bo'lsa, norma deb yozib beriladi. Me'yordan oshgani bo'lsa, me'yordan oshilgan bo'lib ko'rsatmalar beriladi. O'sha mexaniklarga olib borib ko'rsatish kerak, mashinani egasi yoki o'sha korxonani egalari. Shu tariqa laboratoriyaga uyushtirilgan press-tur o'z yakuniga yetdi. Tadbir davomida jurnalistlar ekologik monitoring tizimi, laboratoriya tahlillarining ahamiyati va ularning amaliy natijalari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. Ayniqsa atrof muhit holatini aniq baholashda zamonaviy laboratoriyalar va ilmiy yondashuvning naqadar muhim ekani yana bir bor namoyon bo'ldi. Bunda O'zbekiston akkreditatsiya markazining o'rni alohida ahamiyatga ega. Chunki aynan akkreditatsiya tizimi laboratoriyalarda olib borilayotgan tahlillarning ishonchliligi, aniqligi va xalqaro standartlarga mosligini ta'minlaydi. Bu esa natijalarning nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro miqyosda ham tan olinishiga zamin yaratadi.